Tunisdagi ishsizlarning norozilik namoyishi boshqa shaharlarda ham davom etmoqda. Tartibsizlik tufayli kelib chiqqan to'qnashuvdan bir politsiya xodimi halok bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, vafot etgan tartib soqchisini tartibsizlik sodir qilgan kishilar avtomashinasi bilan birga ag'darib yuborishgan. Namoyishga chiqqanlar 2011-yildagi qo'zg'olondan keyin almashgan yangi hukumat ishsizlikka bog'liq muammolarni hal qila olmaganidan norozi. Ularning ko'tarilishi Kassirindagi ishga joylasha olmay norozilikdan o'z joniga qasd qilgan kishining o'limidan keyin kuchaygan. Hozirda o'lkada yoshlarning ko'p qismi ishsiz. Kairdagi portlashda 6 nafar kishi halok bo'lib, 12 nafari jarohat olgan. Vafot etganlarning 3 nafari politsiya xodimlari bo'lgan. Tartib soqchilarining ma'lumotiga ko'ra, voqeada bir nechta turar joylar ham jabrlangan. Joriy yilda politsiya xodimlariga bir necha marta hujum bo'lib, ko'pchiligi halok bo'lgan. Ta'kidlab o'tsak, 9-yanvarda noma'lum qurolli kishilar tomonidan tartib soqchilari va askarlar o'ldirilgan. Keyinchalik bu hujum Islom davlati terrorchilar guruhi tomonidan uyushtirilgani aniqlangan. Bundan tashqari 7-yanvarda ham sayyohlar avtobusiga hujum bo'lib, voqeada hech kim jabrlangan emas.